Assalomu alaykum hammaga, hurmatli yurtdoshlar. Bugun biz sizlar bilan eng qadimiy va falsafiy dinlardan biri bo'lgan buddaviylik dini haqida gaplashamiz. Videoga like bosishni va kommentariy yozishni esdan chiqarmang. Qani biz ketdik. Taxminan 2,5 ming yil avval Hindistonning shimolida bir shahzoda tug'ildi. Uning ismi Siddhartha Gautama edi. U podshoh oilasida ulg'aydi. Saroyda hashamatli hayot kechirdi. Ammo otasi uni tashqi dunyo azoblaridan yashirdi. Siddhartha na qariyani, na bemorni va na o'limni ko'rmagan edi. Ammo bir kuni u saroydan chiqib, hayotning haqiqiy qiyofasiga guvoh bo'ldi. Bir qariya, bir bemor, bir jasad va bir rohibni ko'rdi. Shunda u tushundiki, dunyo azob va o'tkinchilik bilan to'la ekan. Shu voqeadan keyin u saroyni, boylikni, hatto o'z oilasini ham tark etdi. Yillar davomida u turli ustozlardan ta'lim oldi. Qattiq ro'zalar tutdi. O'zini qiynoqqa soldi, ammo baribir javob topa olmadi. Nihoyat bir kecha Bodhi daraxti ostida meditatsiya qilarkan, u chuqur haqiqatni anglab yetdi. U inson azobining sababini va undan xalos bo'lish yo'lini kashf etdi. Shu lahzadan boshlab Budda, ya'ni ma'rifatga erishgan zot deb atala boshlandi. Hozir siz eshitgan ushbu hikoya buddaviylik dinining asoschisi Siddhartha Gautamaning afsonasi edi. Bu afsona to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishiga qaramay, buddaviylik diniga sig'inadigan xalqlar orasida shunday aytilar edi. Buddizmda ikkita asosiy yo'nalish mavjud: Hinayana va Mahayana. Shuningdek, Mahayana ichida Vajrayana, ya'ni Tibet buddizmi yoki lamanizm yo'nalishi ham shakllangan. Keyingisi juda ham ko'p sekta va mazhablarga bo'linadi. Boshqa dinlardan farqli ravishda buddizmda hech bir o'zgarmas narsa yo'q. Hattoki Xudo ham o'zgaradi degan taxminlar bor. Har bir lahza yoki on silsilasi mavjud bo'lib, ular yo'qolgandan keyin o'rniga boshqasi keladi. Buddizm ta'limotlariga ko'ra inson azob-uqubatga mahkum va unga uning o'zi sababchi bo'ladi. Zero u garchi befoyda bo'lsa-da, o'z hayoti va farovon turmushini saqlab qolishga harakat qiladi. Azob-uqubatdan qutulish uchun esa u o'zi ko'ngli xush ko'rgan narsalardan tiyilishi darkor. Misol uchun, muntazam ravishda yolg'ondan, o'g'rilikdan, boshqalarga zarar yetkazishdan, zinodan, shunga o'xshash narsalardan o'zini tiyilishi va meditatsiya qilishi uni mehramga olib keladi. Buddizm zamirida 3 ta narsa: Budda, Dharma va Sanghaga e'tibor yotadi. Budda, ya'ni Siddhartha Gautama, oliy haqiqatga yetishishning yorqin timsoli. Dharma, Gautama qoldirgan ta'limot. Bu ta'limotning eng qisqa bayoni 4 ta oliy haqiqatdan mavjud. Birinchisi, azob-uqubat mavjud. Ikkinchisi, azob-uqubatning sababi, ya'ni istaklar mavjud. Uchinchisi, azob-uqubatning tugashi, ya'ni nirvana mavjud. To'rtinchisi, azob-uqubatning tugashiga olib keluvchi 8 bosqichli yo'l mavjud. Sangha, Budda asos solgan va hozirgacha faoliyat ko'rsatib kelayotgan rohiblar jamoasi. Tor ma'noda bu o'tgan yillarda oliy haqiqatga yetishgan avliyolardir. Sangha jamoasiga qabul qilinish uchun quyidagi 10 ta farzni ado etishga qasamyod qilishi lozim. Bular: hech kim yoki hech narsani hayotdan judo qilmaslik, yolg'on so'zlamaslik, o'g'rilik qilmaslik, jinsiy aloqaga kirmaslik, mast qiluvchi ichimlik ichmaslik, kunning ikkinchi yarmidan to ertangi sahargacha ovqat tanovvul qilmaslik, 3 kiyimdan ortiq hech narsa bilan tanani bezamaslik, ommaviy ko'ngilxushliklarda ishtirok etmaslik va tomoshabinlar sifatida qatnashmaslik, baland va yumshoq o'rinda yotmaslik, pul ishlatmaslik.
Rohiblar jamoasi asosan buddizm tirvadasi, ya'ni oqsoqollar ta'limotiga xosdir. Mahayanada haqiqat yo'li har kim uchun ochiq. Rohiblarga ham, dunyoviy kishilar, ya'ni oddiy xalqqa ham Buddaga e'tiqod qilinsa bas. Qisqasini aytganda, buddizm Buddaga ergashib, dharma vazifalarini bajarib, oxiri sanghaga a'zo bo'lishdir. Umumiy olib qaraganda, buddizm nafaqat din, balki hayot falsafasi ham bo'lishi mumkin. Hozirgi yuqoridagi ma'lumotlarga tayanib qaraganda, o'zimizni yomon narsalardan tiyishimizni nazorat qilishimizga olib boradi. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Arzumat Erkinov bo'ldi. Videoga like bosishni, komment yozishni va albatta obuna bo'lishni unutmang.